Yili balandroq navorotli Gentra so'raganlar uchun bizda navbatdagi Gentra avtomobili 2021-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysa avtomat korobka, ABS, lyuk diski hamma narsalari bilan bosib o'tgan masofasi probegi 106 ming kilometr. Mashinaga 4-pokoleniya propan оборудованиесі o'rnatilgan, texnik holatlari ham a'lo darajada, yaqinda ходовойlar qilingan ekan, 4 ta Kayaba marsatili taqilgan, o'shanda absolyutno yangi yumshoq balonli taqib qo'yilgan. Orqada Optra stop, oldida Amerikanka fara, mashina полностью shumoizolyatsiya qilingan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratli salon, Malibu rul o'rnatilgan, monitor CC3, signalizatsiya Magic 908 o'rnatilgan, podogrev sideniyasi mavjud, lyuk bor, akkuratli salon, chexol bo'liklari bilan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, chap taraf parogining orqa qismi ana shu joyda 2 qarish bitno bor, eshigiga o'tmagan, qolgan joylar 100% toza, bemalol xohlagan ustilarga tekshirtirib olishingiz mumkin. Mashinaning holati juda ham zo'r holatda. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $10,900, mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini har doimgidek video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.